Samsung va nihoyat o'zini flagmanlarini taqdim etdi. Bu yilgi asosiy e'tibor sun'iy intellektlarga qaratildi. Galaxy S26 da qanaqa o'zgarishlar bo'ldi? Hozir yaqin daqiqalar ichida hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Ketdik. Demak, birinchi dizayn va displeyga e'tibor beradigan bo'lsak, dizayn tomonlama absolutni deyarli o'zgarish yo'q. S26 Ultra da asosan shu kamera blogidagi o'zgarishni hisobga olmasak, atak qolgan joyi 25 Ultra bilan deyarli bir xil. Lekin degan joyi bor, meni eng hayron qoldirgan joyi bu S26 Ultra da dunyodagi birinchi marta o'ylab topilgan, ya'ni ishlab chiqarilgan tonirovkali displey bo'ldi. Tonirovkali displey qanaqa ishlaydi? Ekranni o'zida joylashgan o'sha matrisalar orqali atrofingizdagi odamlar siz ekraningizni ko'ra olmaydi. Hattoki siz uni boshqarishingiz mumkin. Har bitta ekranda chiqayotgan уведомленияларgacha, hattoki xabarlargacha uni qoraytirib qo'yishingiz mumkin. Ranglarga keladigan bo'lsak, bular o'sha 6 xil rangda: Cobalt Violet, Sky Blue, Black, White, Silver Shadow va Pink Gold ranglarda ranglarni ko'rishingiz mumkin. Sun'iy intellekt Galaxy AI da bu safar juda ham ko'p funksiyalar qo'shilgan va o'zi asosiy 26 dagi deyarli hamma upor o'sha sun'iy intellektga qaratilgan desa ham bo'ladi. Hozir hammasini birma-ketin sizlarga tushuntiraman. Demak, birinchisi bu AI response, ya'ni endi siz nima bilandir band bo'lsangiz, sizni o'rningizga hattoki qo'ng'iroqqa sun'iy intellekt javob berishi mumkin. Ya'ni sizga qo'ng'iroq qilayotgan odam qanaqa mavzuda gapiryapti va o'sha gapirayotgan mavzusiga mos holatda u o'zi javob qaytara olish imkoniyati bo'lar ekan. Ikkinchisi aqlli bildirishnomalar, ya'ni siz qanaqadir saytda yoki qanaqadir maqola o'qiyotgan bo'lsangiz, summarize degan funksiya bor. Endi hozir hamma sun'iy intellektlarda bor. Ya'ni oddiy qilib aytganda, misol uchun bir tala ma'lumotni o'qimaysizda, o'sha sizga eng keraklilarini qo'yib beradi. Ya'ni qisqa, lo'nda va foydali. Uchinchisi circle to search, ya'ni bu o'sha menimcha hamma bilsa kerak. Ya'ni sun'iy intellektda siz qaysidir aytaylik rasmni belgilaydigan bo'lsangiz, o'sha belgilagan joyingizdagi, masol qanaqa aytaylik, buni mikrofon bo'lsa, o'sha mikrofonni belgilab turib qidiruvga bossangiz, o'sha mikrofon haqida ma'lumotlar berishi mumkin edi. Endi siz aytaylik orqa fonimda qanaqadir qo'shiq ketyapti. O'shani circle to search qilib belgilasangiz, o'sha qo'shiq haqida ham ma'lumot chiqarib berish mumkin ekan. Bu xuddi Shazamga o'xshaydi menimcha. To'rtinchisi esa Smart Galereya. Menga juda ham kerakli funksiya desam bo'ladi bu narsa. Sababi, aytaylik sizni qaysidir tanishingiz, misol uchun toqqa chiqqan paytimizdagi rasmlar tashlab yubor desiz, deb yozdi aytaylik sizga. Siz o'sha galereyaga kirib turib, o'rtog'ingiz aytgan xabarga mos bo'lgan joydagi rasmlarni sun'iy intellekt sizga topib berishi mumkin ekan. Misol uchun o'rtog'ingiz yozyapsiz, kechagi toqqa chiqqan rasmlar tashlab yubor deb yozyapsiz. Sun'iy intellekt shuni tanlayapti, o'zi avtomatik o'sha yerda tushirilgan rasmlar topyapti-da, sun'iy intellekt sizga rasmlar tashlab beryapti. Xo'sh. Endi protsessor va uni kuchiga keladigan bo'lsak, bu safargi S26 Ultra da Snapdragon Elite 8 qo'yilgan ekan, ya'ni bunda CPU 19% ga kuchliroq, video karta ya'ni GPU 24% ga oshgan ekan. O'yinni sun'iy intellekt orqali siz ray tracing degan narsa bor, ya'ni soyalarni, suvlarni, shunga o'xshagan o'yinga oid detallarni siz yana ham kuchliroq sun'iy intellekt orqali kuchaytirib, o'yinni sifatini yaxshi darajaga oshirishingiz mumkin bo'lar ekan. Va eng muhim narsa telefonda bu qizib ketmasligi. Aynan o'shani oldini olgan holda bular vapor chamber degan sovutish tizimi orqali telefonni qizib ketmasligini oldini olish bo'yicha texnologiya ham o'ylab topishgan ekan. Aynan o'sha S26 Ultra ning ichida shunaqa texnologiya qo'yilibdi. Aytgancha, endi bu telefonda ultra fast zaryadlash imkoni bo'lar ekan. Ya'ni siz yarim soatda 75% telefonni tezda quvvatlab olishingiz mumkin bo'lar ekan. Endi eng asosiy qismlardan biriga yetib keldik, ya'ni kameralarga. Bu safar meni haqiqatan ham hayron qoldirgan narsa bu 8K formatida ham, ya'ni 8K formatda video olish mumkin. Ya'ni esingizda tashqi xotira ulagan holatda sifatini yo'qotmasdan kechqurun rasmga olsangiz, rasmlar yorqin chiqadi, ya'ni sun'iy intellekt hisobiga. Undan tashqari, mana misol uchun aytaylik, siz video olyapsiz, qo'lingiz mana bunaqa turibdi. Super stabilizatsiyani yoqadigan bo'lsangiz, S26 Ultra o'zini o'sha super stabilizatsiya yordamida
kadrni tekis qilib, misol uchun bu gorizontalmi? O'sha holatni tekis qilib o'zi videoga olib ko'rsatar ekan. Prosta wow. Qarang, misol uchun telefon mana bunday qo'shilyapsiz-da, lekin kadrda o'zi bunaqa tekis holatda sizga sifatli chiqarib beryapti. Ya'ni unda super stabilizatsiya orqali chiqaryapti. Buni ham sun'iy intellekt hisobiga. Undan tashqari bu yerda AI dokument, ya'ni siz aytaylik, qaysidir do'konga boryapsiz, chek g'ijimlanib ketgan, o'sha chekni rasmga olib turib, rasmga olsangiz, sun'iy intellekt yordamida u chekning ichidagi ma'lumotlar hammasini o'zi yig'ib turib, tayyor dokument ko'rishiga o'tkazib berar ekan. Xo'p, endi asosiy narxi va xulosiga keladigan bo'lsak, Galaxy S26 ni o'zi $899, S26 Plus $1099, S26 Ultra esa $1299. Bu albatta shtatlar nalogini hisobga olmagan holda va siz bu telefonlarni 11-martdan boshlab sotib olishingiz mumkin bo'lar ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Bu telefon sotib olishga arziydimi, yo'qmi? Va aynan hozirgi aytib o'tilgan imkoniyatlardan ichida qaysi biri sizga yoqdi? Uni ham izohda yozib qoldiring. Sizlar bilan esa men Javohirbek bo'ldim. Charchamanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.